Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yog'ingarchilik bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 8-aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, kunduzi 26-28 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 26-31 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 26-31 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi deyiladi prognozlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.